Siz kimsiz o'zi? Nilufar Usmonova bu Betakror. So'ylab borgansiz. G'irich ko'rmaksiz bo'lmaydi aysizlar. Assalomu alaykum qiziq odamlar. Sizlar bilan Qiziq TV telekanali va men Asadbek Hakimov. Bugun farzand ko'rishdan bo'sh vaqtlarida qo'shiq chiqarib turadigan va konsert beradigan xonanda Nilufar Usmonovaning konsertiga tashrif buyurganmiz va eng qiziq lahzalarni sizga taqdim etamiz. Demak, boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Rahmat, yaxshi. Nilufar Usmonovaning konsertiga keldinglar. Muxlisimisiz? Da, mana ojonim bilan keldim. Taklifnoma berildimi yoki sotib oldingiz? Sotib oldik. Ashadiy muxlissiz. Ashadiy emas. Muxlisman, normal. Qaysi qo'shiqlarni bilasiz? Ona haqida qo'shiqlar yoqadi. Aytib beringchi. Voy, ayta olmayman. Birorta qo'shiqlarni bilasizmi o'zi? Yo'q, endi ayta olmayman. Qo'shiqchi emasman. Lekin eshitib yaxshi ko'raman. Ona haqida qo'shiqlar juda ta'sirli qo'shiq. Nilufar Usmonovani bitta so'z bilan ta'riflab beringchi. Endi O'zbekistonda, Toshkentda juda yaxshi qo'shiqchi, spokойный qo'shiqlar. Nechta so'z ishlatdingiz? Hozir butun alfabetdagi so'z ishlatib yordingiz. Bir dona so'z bilan. Nilufar Usmonova bu qo'shiqchi. Zo'r. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalom, rahmat, Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Mazza, zo'r. Sog'lik har doimgidek, Xudoga shukr. Bilet sotib oldingizmi? Taklif qilishdimi? Taklifnoma, Xudoga shukr. Qanish bilishchilik. Lekin bizni yaqinlar bor, qarindoshlar bor, biletni sotib olishdi. Nilufar Usmonovani muxlisiz. Singlisiman. Muxlisi emas. Endi muxlisa opam, конечно. Qaysi qo'shiqlarni bilasiz? Hamma ashulalarni o'zi yaxshi ko'raman. O'zi qaysi ko'raman. qo'shiqlardan tanigansiz Nilufar Usmonovani? Kapalaklar bilan o'ynashib, yoshlikda biz endi yoshlikdan ko'rib katta bo'lganmiz. O'sha yoshligimda shaytonga bo'ysungan yuraklarda. Biz o'zi chunki men yoshligimda ham Nilufar Usmonovani o'sha ustoz bilan chiqqan ashulalarni ko'rib katta bo'lganmiz-da. Haligacha o'zgarib Nilufar Usmonova familiya Usmonova bo'lmaganda ham shu nuqtada turgan bo'larmidi? Kela olarmidi? Albatta. Chunki xalq sevadi, xalq tanlaydi. O'shaning uchun xalq yaxshi ko'rgani uchun Nilufar Usmonova-da. Har taraflama. Usmonovaning konsertidan nimalar kutyapsiz siz? Nima kutamiz endi? Yengilliklar ko'p. Dur, hali endi konsertdan keyin yetsak bo'ladi-da. Kino kutyapman. Nilufar Usmonovani bitta so'z bilan ta'riflab bering. Nilufar Usmonova bu takrorlamas. O'zingizchi? Men o'xshaqcha g'aqmidim, g'o'qmidim, unaqa emas deydi. Bitta so'z yetmaydi. Shaddod mayli. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? O'zlaringiz yaxshimisizlar? Hitlar bilan hamma joyi portlatib, changam bo'lib ketdi Toshkent. Rahmat. Nilufar Usmonovani muxlisiz. Albatta, ham muxlis, ham Nilufarni shunaqa yaxshi ko'ramanki, insoniyligi, qalbi go'zal. Sizni shou biznesga o'qituvchi qilib qo'ysa, darsdan kimlar haydalardi? Juda ko'pchilik. Aynan, shu joyi kerak bizga. Lekin men yaxshi insonman, hech kimni haydamasdim. Yordam berib, qo'llab-quvvatlab, hech kimni haydamasam kerak. Chunki menda unaqa xislat yo'q. Kimnidir ranjitish. Hamma darsga sig'adi. Sig'adi. Qalbimiz keng. Charchamayapsizmi? Zo'r, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz aka, sog'ligingiz yaxshimi? To'g'risini aytaymi? Instagramdan shu kechqurunda ovqat pishirib chiqib kelasiz. Maza qilib kuzatasizmi? Tuzlangan bodringiz-ku. Yoqdimi? Kech bo'lganda shunaqa ketadi, bir so'kkim keladi. Bir qidirib topkim keladi. Qachon menga ovqat qilib berasiz? Bo'ldi, kelsanglar, jamoat oshxonasiga kelsanglar, har doim eshigimiz ochiq. Kelinglar. Hozir jamoat oshxonasini vaqtinchalikka to'xtatdik, chunki hozir konsertdamiz. Konsertlarni o'tkazib olganimizdan keyin yana o'zini oshxonamiz eshiklarini ochadi. Nilufar Usmonovani necha yoshdan taniysiz? Nilufar Usmonovani 12 yoshimdan beri taniyman. 24 yildan beri birga katta bo'lganmiz, birga o'sganmiz. Endi hozir ijoddan vaqt o'tib, men hech qachon o'ylamagan edim. Birga sahnada, xalqlar do'stligida birga duet aytaman deb.
rahmat. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, hech kimni bo'sh vaqti yo'q. Yulduz Usmonovani taklif qildingizmi? Yulduz Usmonova endi Samarqandda edilar. Yo'q, Yulduz o'z xabarlari Usmonovani bor xabarlari. Yulduz Usmonovani qachonki xalq qo'yib yuborsa, vaqtlari bo'lsa, albatta kelishadi. Qanaqa fikr bildirdilar o'zi duo qilib? Nima deb o'ylaysiz? Siz oningiz duo qiladimi uydan chiqib Albatta. ketsangiz? Yo'q, Bizda konsert ham beryapman onajon deb bordingizmi axir oldilariga? Nima deb o'ylaysiz? Siz o'ylab Borgansiz. ko'ring. Xohlamayman bunaqa yashashni. Bunaqa yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi. Yana omadim yurishmadi. Qachongacha shunaqa yashayman endi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bir daqiqa vaqtingizni olsam maylimi? Yo'q ekan. Guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi sizlar. Qalay bo'ldi konsert aka? Shotki. Yoqdimi sizga? Juda zo'r. Telefonga videoga oldingizmi? Albatta. To'lmadimi telefon? Yo'q, joyi ko'p hali. Joyi ko'p a. Telefonga nima uchun oldingiz? Uyda ko'rish uchunmi? Albatta. Nima konsertda ko'rmasdan telefonga olib, uni uyda ko'rdik. Tarixga yozdirish kerak-ku nimanidir. Tarixga. Sahnaga chiqdingiz a? Albatta. Qo'shiq aytdingiz. Qalay bo'ldi hissiyotlar? Shotki. Nilufar Usmonovani bitta so'z bilan ta'riflab beringchi. Har doimgidek. Bo'ldi, tugadi-ku. Har doim bitta so'z bilan. Nilufar Usmonova bu? Atirgul. Voh. Assalomu alaykum. Bir daqiqa vaqtinglarni olsam maylimi? Qayerdan keldinglar? Toshkent, Toshkent qayerdan? Oqqo'rg'ondan. Muxlissizlar Nilufar Usmonova. Muxlisimiz, ashaddiy muxlis. Ashaddiy muxlislarisiz. Nimaga chiqmadingiz sahnaga qo'shiq aytishga? Men ulgurmadim-da. Shu tillani boy berdingiz mana. Sovg'aga tilla berishdi. Sizlar beringlar. Yulduz Usmonovani kelishi qanaqa bo'ldi sizga? Kutganmidingiz o'zi? Yo'q, kutmagandim. Zo'r. Kutmaganingiz aniq, chunki Nilufar Usmonovani o'zi ham kutmagandi sahnada. Juda ham Xalqlardan paydo qiziq bo'lib bo'ldi. qoldi. Mazza qo'shiqlar bular. Nilufar Usmonovani bitta so'z bilan ta'riflab bering. Nilufar Usmonova bu Betakror san'atkor. betakror san'atkor. Katta rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Bir daqiqa vaqtingizni olsam maylimi? Konsert qanday o'tdi? Juda ham yaxshi, menga juda ham yoqdi. Muxlissizlar Nilufar Usmonovani. Xursandman. Bilet sotib oldingizmi yo kimdir sovg'a qildimi? Yo'q, sotib olgandim onlayn. Qaysi qo'shiqlarni bilasiz? Kelikimiz. Hamma qo'shiqlarni. Sahnaga nima chiqmadingiz? Tilladan qo'rqib qoldingiz, qarang. Kelasiz. Afsuslandingizmi? Ha. Yo, o'zi konsert davomida bekor ketman degan joyi bo'ldimi? Yo'q. Bo'lmadi. Tugaguncha. Nimaga tugamasdan ketyapsiz? Chunki bolallarim kutib turibdi, chaqalog'im bor edi, kichkina bola. Tushunarli. Katta rahmat, salomat bo'ling. Oila, bola chaqa hamma narsadan ustun, hattoki Nilufar Usmonovadan ham. Chunki Nilufar Usmonovani o'zi ham 5 ta farzand ko'rish uchun qo'shiqlarini, konsertini yig'ishtirib qo'ygan. Assalomu alaykum. Bir daqiqa vaqtingizni olsam maylimi? Sahnada qo'shiq ham aytdilar bular. Sal qolsa sovg'ali bo'lib ketishlari mumkin edi. Butun zalni Nilufar Usmonovadan ko'proq qiyqirtira oldilar. Yo'q, unchalik emas. Qalay bo'ldi? Sal maza yo'qligi uchun yaxshi, Xudoga shukr, bo'ladi. Sahnaga chiqishni o'zi rejalashtirib kelmadingiz uydan? Yo'q, prosta niyat qildim, chiqsammikan deb, chiqib niyatim amalga oshdi. O'zi qo'shiqlarni oxirigacha bilarmidingiz axir? Da bilaman, endi prosta bir hayajon degan narsa bo'ladi-ku odamda. Yodlamagandingizda baribir, to'g'rimi? Ayni jagida. Mabodo yutib qolganingizda anu tillani nima qilmoqchi edingiz? Sotardim. Kontrakt to'lardim deymi? Ana. Ochqaryapti. Yo'q, endi prosta endi bilmadim. Konsert videoga oldingizmi telefonga? Yo'q, olganim yo'q. Nima olmadingiz? Masalan, maza qilib tomosha qilish yaxshi. Biletni o'zi sotib oldingizmi? Конечно. Necha pulga? Necha pulga oldik? 200 mingami? Shunaqa. Qimmat emasmi? Yo'q, nimasi qimmat? Normal. Arziydi. Nechinchi qatorda o'tirdingiz? 24-qatorlar. Nakretda shunaqa. Bilmayman, shu qizil kresloda o'tirdim. Kimdir sahnada qo'shiq aytdi, bilmayman. Sochi uzun qiz. Familiyasi Usmonova ekan. Yo'q. Yulduz opa chiqqanlarida qanaqa hissiyot o'tdi? Chiqqanda kutgandim. Kelishlarini kutdingiz. Dada kutgandim. Qanday qilib Nilufar Usmonovani o'zlari kutmagandilar, chunki Yulduz Usmonova Samarqandda edi. Samarqandda xizmatda edilar. Buni qarasangiz, ona bo'lgandan keyin farzandini конечно podashcha qilishga kelishlari bu tayinli holat edi. Endi menimcha, endi balki Nilufar Usmonovaga aytmagandirlar, buni bilmasdirlar.
Endi ismingiz nima? Ha? U yoqqa qaramayapsiz. Yo'q, mana ismim Sobir. Ismim Sobir, buxorolikman. Buxoroda katta rahmat aka, salomat bo'ling. Yaxshi yetib oling. Zolim yillar, zolim yo'llar, ko'zlarimni ochdi. Zolim yo'llar, zolim yillar, ko'zlarimni. Bo'ldi, onam keldi, bo'ldi. Mana dunyo bo'lib ketmaydimi? Suv toshib ketmaydimi? Ayam keldi, bo'ldi. Momoyim yo'q. Lekin yomon xabar qildingiz meni shu o'ratiga. Qattiq xafa bo'ldim. Kutmagandim.